O'zbekistonda 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga $10,000 pul mukofoti beriladi. Prezidentning 2-jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bosh prokurorga yangi o'rinbosar tayinlandi. Otabek Xolboyev bosh prokurorning o'rinbosari hamda O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuror lavozimiga tayinlandi. O'zbekiston, Hindiston va Pokistonni vazminlik ko'rsatishga, tinchlik manfaatlari asosida harakat qilishga va vaziyatning yanada yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik uchun diplomatik muloqotga ustuvorlik berishga chaqirdi. Mamlakatimiz hayotiga oid eng so'nggi yangiliklar bilan daryo tafsiloti e'tiboringizda. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Bugun shubhasiz ko'pchilikning e'tibori Andijonga qaratildi. Soat 8:00 atrofida Andijon viloyatidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona magistral kanalining PK194+60 bekatida kichik gidroelektr stansiyasi qurish ishlarini olib borish jarayonida kanalning dambasini suv yuvib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Buloqboshi tumanida Farg'ona kanali qirg'oqlari o'pirilishi sabab suv toshib chiqqani aks etgan videolar tarqaldi. Videolarda suv katta tezlikda qirg'oqdan chiqayotgani va yon atrofdagi mahallalarni suv bosayotgani aks etgan. Bildirilishicha, Sarvontepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanali qirg'oqlarining biriga shikast yetgani oqibatida ko'chalarni suv bosgan. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi Buloqboshidagi holat yuzasidan izoh berdi. Unga ko'ra, favqulodda vaziyatni bartaraf etish uchun Andijon suv omboridan suv chiqishi to'xtatilgan. Hozirda kanalda 30 metr kub sekund suv qolgan bo'lib, bugun soat 10:00 holatida suv to'liq to'xtatilgan. Kanaldagi suv Quyi Farg'ona kanaliga yo'naltirilgan. Hozirda aholi xonadonlariga suv oqishini kamaytirish choralari ko'rilmoqda. Kanal dambasini tiklash bo'yicha shtab tashkil etilib, rahbar xodimlardan iborat doimiy navbatchilik yo'lga qo'yilgan. Favqulodda vaziyatni bartaraf etish uchun 10 ta samosval, 4 ta kara, 2 ta buldozer, 8 ta ekskavator va 50 dan ortiq ishchi xodimlar jalb qilindi. Mana mahallalarni suv bosyapti shu mana. Kanal uryapti. Mana odamlarga zarar keltirdi. Hodisa oqibatida yon atrofdagi bir qancha mahallalarni suv bosgan. O'zgidromet birlamchi axborotida 560 ta xonadonni suv bosgani xabar qilingandi. Keyinroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi 100 taga yaqin xonadonlarga suv kirgani, shundan 30 ta xonadon ichiga 70 ta xonadonning tomorqasiga suv kirgani ma'lum qilindi. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, hozirda viloyat hokimi boshchiligidagi mutasaddi tashkilotlar ishtirokida ishchi guruh tashkil qilinib, holat bartaraf etilmoqda. Her işlerin milyonlarını sürer. Neme zararıyla bu da arkadaşlar. Çocuklar ne olur terapi sesini hiç oylanmaya. Ama ne yapayım? Ne yapayım? Sılar ne yapıyorsun? Bu çarem yapar. Oyuncu olamam. Toracaksan. Yok Xudoga aytganimiz bor ekan. Xudoga ming marta shukr. Kelishdikmi? O'ylanmalar. Shuningdek, O'zbek Gidroenergo ham hudud aholisini ortiqcha vahimaga berilmaslikka va xotirjamlikka chaqirgan. Mana $10,000 pul berdilar bu. Mana. Shular 130 million so'm pul. Selamat o'ynab kulib masha chaqa topsin. Salomatsin. Albatta sizni mana salomlarimizni yetkazamiz muhtaram prezidentimizga. Prezident bo'lgan katta rahmatlar qildi. Katta yuvoshlar bo'lsin. Kunlar o'tsin. Sog' salomat o'ynab kulib o'tsinlar. Rahmat. Mamlakatda 9-may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanishi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarini, ularga tenglashtirilgan shaxslarni hamda 1941-1945 yillardagi urush davrida mehnat fronti qatnashchilarini moddiy rag'batlantirish maqsadida bir martalik pul mukofoti belgilandi. Unga ko'ra, urush qatnashchilari va nogironlarining har biriga $10,000 dan, urush qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarning har biriga 25 million so'mdan,
Urush davridagi mehnat front qatnashchilarining har biriga 3 million so'm miqdorida mukofot beriladi. Ushbu pul mukofoti tantanali hamda bayramona tarzda topshiriladi. 2-3 тысячи долларов каждый месяц. Столько вы можете зарабатывать дополнительно, размещая видео на YouTube. Да, именно вы. Потому Seksen yıl olduğunda olmuşsun baba. 80 yıl kime gel büyük? Tamam bu adım. Hı. 50 lira bota 50. 75 oldu. 75. 80. Hı. 80 gibi. Benim yaşım değil abi. 80 yıl oldu. Dolgarla 80'e giriyor. 45. yıl. Dölet atan 42 olsa yani. 84 oldu arada.